o'zi kayfiyatim nasibim yo'q, sababi mana shu ishlar yurishmayapti. Samarqandga da borib keldik, shuncha rasvot qilib boshqa qilib deganda. Endi rasvotni uni aytmaymiz, aylanib qaytdi. Endi o'zlarimizdan chiqdi uni rasvoti. Endi rasvot bo'lganda. Assalomu alaykum, aziz hurmatli Turan Bobosi kanalini kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar? Ishlar bilan harmonlar, charchamasdan yursizlarmi? Harmonlar ishlar bilan. Men mana o'zlaringiz ko'rganingizdek shu kecha xabarimiz bor, shu Samarqandga borib, shu Qozog'istonlik bog'imiz bilan Samarqandga borib keldim, shu yordam so'rab. Shu kecha keldim, bugun endi biz shu mana Navbat qizimiz bilan kvartirasidan kelib bir xabar olaylik deb keldim. Hozir sizlar bilan birgalikda ne gap so'z bo'ldi, barini sizlarga shu yerda gaplashamiz, bo'lmasa ketdik. Shu birlarga aytib qo'ydim, shu yer plandan bir yer tanlang. Şu auksionda oynatib beraman degan ekan, u bizlar qayerda tanlaymiz? Nukusda o'ynalmay turibdi deydi. Shu kadastrga borib ne qilgan ekanda, birga topshirib qo'ydim, shu kadastrdan so'ragan ekan, o'zlarimiz tanlab bizlarni vaqtimiz yo'q debdi, bilmayman endi. Shunda bilmaydi shu agar yer plan olamiz degan bir niyat qilyapmiz, endi shu bir odamga topshirib qo'yibman, shu haftada xudo xolasa ya berataman ya bermaytaman, shu auksionda o'ynalsa, xudo xolasa shu bor pulimizni to'lab shu yer plan olamiz degan niyatdamiz. Agar yer plan olsak, xudo xolasa buni pulimiz qurib ushlab turibmiz bizlar. Agar yer plan olmasak, ya biz savdo qilmasak qurib turibdi-da, o'zining nesi yo'q etyapti, xunini deymizmi? O'zi xunini yo'q etyapti-da. Shu sababli qat'iy yer plan olib qo'ysak, oyog'ini ko'raveramiz degan niyatda shu endi xudo xolasa yer planini ijroga tushamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Olamiz deb pul jiylaymiz deb pulni jiyladik, shu haqacha 5 millionga yaqin pul bo'ldi, biroq turibdi. Mana shu Navbat qizimizni o'zida turibdi. Shunda yana endi bugunga kelib, mana pulim tushmay qoldi. Shu Samarqandga bordik, bir yordam so'rab, u kishining nesi bilan, u kishidan ham Alloh razı olsun, shu oldimizga tushib borib, shu qo'ldan kelsa yordam eting deb bordi, Berit degan yigitimiz, shu Qozog'iston bog'imiz, Qozog'istonlik. Endi shu Qozog'istonlik sponsorlardan yordam so'rab ko'raman deb ketdi, iloji boricha bir qo'ldan kelgancha deb va'da qilib ketdi. Endi bu da bir Allohga tavakkal qilib so'rayman deb va'da qilib ketdi. Bilmayman endi. Shu sizlardan ham endi iltimos qilamiz, shu qo'lingizdan kelgancha shu kartalarni bilan shungacha to'xtab turibdi deb aytaman. Buyog'ini qo'zg'asangiz ham bo'ladi, shu qo'zg'ab bir qo'lingizdan kelgancha imkoniyati bor insonlar asosidan bo'lsa-da shu mana shu qizlarimizning shu bir uyli bo'lib, joyli bo'lib ketishini yordam etishimizni yana bir so'rab qolamiz. Sababi yo'qimiz, bizlarni hammamiz bilasizlar, shu bolalarning uyi yo'q, mana shu qancha vaqtdan beri kvartirada o'tiribdi, hamda ikkinchi nagirani. Bu qiz ham ishlash hozir imkoniyati yo'q, sababi mamasini qarab o'tiribdi. Endi pensiya deydi, pensiyasi 9-mi, 920 so'm. Endi ko'payganidan endigadan shu 1 million bo'lar, ko'p bo'lsa. Bu 1 million pul kvartirasiga ketaman, bu yeb ichishga ketaman. Shuning uchun sizlardan yana yordam so'raymiz. Bu yoqdan shu qo'llab-quvvatlab, qo'lingizdan kelgancha imkoniyatingiz bo'lsa agar, hammaga majbur emas. Sababi hozir ansatamiz, o'zi kommentariyada odamlar yozyapti, odamlarni kun ko'rish qiyin, o'zlari yordam qila olmaymiz deb turibmizmi? Kommentariyani sizlar o'qimay turibsizlar, men kommentariyani o'qib ko'raman, har bir yozgan kommentariyamizda. Shu sababli qo'llab-quvvatlab turinglar. Endi men ham bugun o'zi kayfiyatim nasibim yo'q, sababi mana shu ishlar yurishmayapti. Mana Samarqandga da borib keldik, shuncha rasvot qilib boshqa qilib deganda. Endi rasvotni uni aytmaymiz, aylanib qaytdi. Endi o'zlarimizdan chiqdi uni rasvoti. Endi rasvot bo'lganda metan soldik mashinaga, shu ovqat, yotoqxona deganda shularga ketdi. Endi mayli, uni ketganining gapi yo'q. Shunday qo'llab-quvvatlab turinglar. Shunday o'zlarimizda qanday gap so'zlar bor. Sizlar bilan ko'p vaqtdan beri ko'rishmadik, gaplashmadik. O'z kartalarga pul tushmaydi deyapsizlar, umuman tushmay qoldi. Endi o'zlaringiz nima deyotirsizlar, nima qanday xalqimizga o'zlarimiz salomlashib bir gap so'zlarimizni ayting. Assalomu alaykum.
Mesela yanımda kaldım. Sonra atam Berk'te inimiz benen safarga barıp kaytdı. Жақсы ниетпенен барып еді. Енді оған енді қапа болмаймыз, Құдайдың ісі енді. Құдай қаласа бір енді үмітімізді үзбейміз деп отырмыз. Сол сіздердің арқаңызда аламыз енді. Құдайдың қалегені. Енді рахмет атама да өте сонша жаққа барып, әйтеуір қуанып барып еді. Енді Насринеміз қолыңқырамай отырды. Кейінгі жағында жақсы болып кетеді деген ниеттемін. Інімізге де рахмет сонша жақтан келіп жәрдем берейін деп өте жүріп келді. Мен семьясына бақыт тілеймін. Берекет тапсын. Сол арқылы сол жиған тергені тойларға бұйырсын. Атама да рахмет. Өмір жасы ұзақ болсын. Алдымызда аман болып, біздердің қуанышымызға шерік болып, sizlerмен birlikte quvonamiz degan umiddaman. Az da olsa da sol tasdiklarga ko'mak qo'lingizni so'zib turing. Rahmet shu qadar niyet etib qolgan pullarimizga birimizga bo'lib qaytsin. Pulimizni olib qo'yibman. Atama ba'rini hisoblab aytib o'tirman. Rahmet. Bundan buyon da bir jardam berib jibering. Rahmet ko'p-ko'p. Hammangizga de. Mine şu hürmetli dostlarımla şu Nabat kızımızdan gep sözlerini eshitdik shu biz. Yaxshi niyat bilan bardik, biroq endi ulardan ham xafa bo'lmaymiz. Endi shu bir Allohning sinog'i chiqar bu da. Endi mening aytacağım pullar shu Nabat kızımızı, şu Feruza kızımızı sizler bilan birgalikda joyli qilamiz degan umiddamiz. Qo'llarimizdan kelgancha shu imkoniyati bor insonlar qo'llab-quvvatlab turinglar. Qo'limizdan kelgancha imkoniyati bor insonlar. Shunday boshqa ne deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endigi yillarda ko'rishguncha hammamiz omon bo'linglar. Hammangizga katta rahmat aytaman. Sog' bo'linglar.